300 dollardan 30-40 ming dollargacha mana bu yerda har xil uskunalar bor. Gazoblok, penoblok ishlab chiqarish uskunalari. Mana 300 dollardan deganda mana tom suv apparati, mishal rastor bochkasi, kompressor, mikseri, pena generatori, bir satil penasi bilan bo'ladi joyida. Dastlabki adresga qarab. Endi 3 tasi birda gazoblok, penoblok chiqaraman deganlar uchun bunaqa o'zini suv yo'nkisi, 3 ta qolipi, mishalkasi, xohlasangiz 220, xohlasangiz 380 da ishlaydigan mishalkasi, rastor bochka, pena generator, kompressor, mikser penalari bilan bo'ladi. Bunda gazoblok, penoblok, tom suvoq 3 tasi birda bo'ladi. Bu 1,5 ming dollardan boshlanadi. Qoliplar ko'payishi dastlabki adresga qarab. Qoliplarimiz yetarlicha bor. Bu qoliplar kerak bo'lsa ertaga polistrobol ham qo'ysangiz bo'ladi. Mana mishalka, gazoblokning katta mishalkalari ham bor. Gazoblok katta mishalka komplektlarimiz 1,5 ming dollardan boshlanadi. Bunda manaqa katta mishalkasi 12 ta gazoblok uchun mo'ljallangan. 2 ta qolipi, tepasida ko'ryapsizlar, reskasi. Xohlasangiz 10 lik, xohlasangiz 20 lik, xohlasangiz 30 lik ketsa bo'ladigan manaqa arralari bilan bo'ladi. Manaqa suv yo'nkisi. Suv yo'nkisida mana pasta 1 tonnalik, tepada 110 litrlik suv motor, hamma pent hamma yo'q bilan bo'ladi. Bu 1,5 ming dollar. Qoliplar soni ko'payishi, manaqa avtomat reska bo'lishi, bular relsda bo'lishi, shularga qarab narxlar oshib boradi. Masalan, pulingizga yarasha masalan 20 ta qolip, 30 ta qolip, manaqa avtomat reskalik qilishingizga qarab ularni hisob-kitob qilib beriladi. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqilsa, men shuncha miqdorda chiqaraman desa, hammasini hisobini chiqarib berilaveradi. Bu yerda penoblok uskunalari yasaladi. Penoblok xonalari bo'lishi manaqa pergorodkalar, Lego deysizmi, manaqa turbalik, Euro komplektimiz, belida 2 qatorlik, 1 qatorlik, umuman hamma turlaridan bor. Bu yerda masalan uskunalar отдельно ham sotiladi. Kimgadir pena generator kerak, kimgadir latoga, kimgadir qolip o'zi nimasi kerak bo'lsa отдельно sotiladi. Kerak bo'lsa listlarni o'zini ham sotiladi. Bu yerda xudo xolasa zaxiralarimiz bor. Mana avtomat reskalar, qoliplar, turbalik deysizmi, hattoki bunaqa gazoblokga o'tini qayta ishlaydigan prasniy stanoklarimiz ham bor. Kimga shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, ekranimizga raqamlarga aloqaga chiqaverasiz.